Assalomu alaykum. Mana 25-mart 2026-yil. Mana bugun konsultatsiya beradigan xonadonlarimiz biriga keldik. Bu joylarda 15 sotix yerda yarim intensiv olma ko'chatlari ekilgan, ya'ni MM106 payvandligida. Pink Lady Rose Glow, Granny Smith va yangi sortlarimizdan biri Story Ignored ko'chatlari ekilgan. Bu xonadonga bu yil ko'chatlarni parking plansdan olib berdik. Xudo xolisa ko'chatlar zo'r, rivojlanishi endi boshlanyapti. Ko'chatlar kuzda ekilgan edi. Lekin ko'rib turibmizki, shu paytgacha hali kapelni ishlanmalari tortilmagan. Hozir xonadon egasiga tavsiyani berdik. Xudo xolisa 1-2 kun ichida bu yoqda kapelni ishlari tugatiladi va sug'orish boshlanadi. Mana ko'rishinglar mumkin. Bu tomonimizda, chap tomonimizda Story Ignored ko'chatlari. Xonadonda istisno tariqasida X sxemasining 3,5 ga 1,8 sxemasida ekishga ruxsat berganmiz. Sababi bu xonadonning hududida hech qanaqangi traktor va boshqa texnikalar ishlamaydi. Faqat shu qo'l mehnatdan foydalanamiz. Traktorlar ishlash kerak bo'lsa agar mini traktorlardan foydalanamiz. Motoblok va boshqa texnikalardan. Mana ko'rishingiz mumkin. Kamerani yaqinroq olib kelasiz. Mana bular Pink Lady Rose Glow. Kurtaklari endi ishib, mana rivojlanishni boshlayapti. Bularda shu etgan sxemamiz bo'yicha ekilgan va etgan usulimizda obreska qilingan. Ya'ni bo'yini 90 sm qilib berganmiz. Yon shoxlarini 2 ta 3 ta kurteklarga qo'yib kesilgan. Bu kelajakda 1 litrli, tagida 4 ta shoxlar qo'yiladi, yon shoxlar yarus shaklda bo'ladi. Buni xudo xolasa katta bo'lguncha 2 ta 3 ta etaj qilib ketamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.